Braziliya Federativ Respublikasi Janubiy Amerikadagi eng yirik davlat bo'lib, materik hududining deyarli yarmini egallaydi. Uning qirg'oqlari sharqdan Atlantik okeani bilan tutashgan. Braziliya Chili va Ekvadordan tashqari barcha Janubiy Amerika davlatlari bilan chegaradosh. Hududi kattaligi bo'yicha dunyoda 5-o'rinda turadi. Poytaxti Brasilia shahri. Braziliya prezident boshqaruvidagi respublika bo'lib, 26 ta shtat va bitta federal okrugdan iborat. Tabiiy sharoitga kelsak, mamlakat hududi asosan pasttekislik va yastoqliklardan iborat. Shimolda Amazoniya pasttekisligi, janubda esa Braziliya yastoqligi joylashgan. Braziliya foydali qazilmalarga boy. Neft, temir rudasi, boksit, nikel, uran va olmos konlari mavjud. Iqlimi asosan issiq va sernam. Bu yerda ekvatoral va subekvatoral iqlim mintaqalari hukmron. Shu sababli daryolar ko'p. Dunyoning eng sersuv daryosi Amazonka aynan shu hududdan oqib o'tadi. Bundan tashqari Parana, Tocantins va San-Fransisko daryolari ham muhim rol o'ynaydi. Braziliya aholisi 212 millionga yaqin bo'lib, aholining 85% shaharlarda yashaydi. Mamlakat aholisi asosan Yevropoid va invazlardan iborat. Eng yirik shaharlari San Paulo va Rio de Janeiro. Davlat tili Portugal tili. Aholining ko'pchiligi katolik diniga e'tiqod qiladi. Braziliya iqtisodiyot kuchli rivojlanayotgan davlatlardan biri bo'lib, yalpi ichki mahsulot hajmi bo'yicha dunyoda yetakchi o'rinlarni birini egallaydi. Sanoatda metallurgiya, mashinasozlik, avtomobilsozlik va samolyotsozlik rivojlangan. Energetikada esa gazlar muhim rol o'ynaydi. Qishloq xo'jaligida kofe, shakar qamish, soya, banan, paxta yetishtirish rivojlangan. Braziliya kofe va shakar eksporti bo'yicha dunyoda